elektron retsept tizimiga bosqichma-bosqich o'tilishi belgilandi va birinchi o'rinda majburiy tarzda shu antibiotiklar, antibakterial preparatlar va tizimli gormon preparatlari birinchi o'rinda bu elektron retsept orqali berilishi belgilandi. Shuni ta'kidlash joizki, qolgan retseptli dori vositalari albatta belgilangan tarzda, an'anaviy tarzda retsept blankalarida berilishi ta'minlab borilmoqda. Bu tibbiyot muassasalari va dorixonalar tomonidan ham ushbu retseptlar asosida retseptli dori vositalari sotilishi ta'minlandi. Shu bilan birga elektron retsept asosida berilishi majburiy bo'lgan 3 turdagi dori vositalaridan tashqari boshqa dori vositalar ham tibbiyot muassasalaridan shu elektron retsept asosida tayinlanishi holatlari mavjud. Bu normal holat, chunki elektron retsept tizimi orqali retsept tayinlanishi bu shifokorga juda ham qulaylik yaratadi. Qo'lda har bir dori vosita uchun qo'shimcha ravishda har bitta blankaga bittadan dori vositasi yozilishi mumkin. Bu kompyuterda shuni bitta dori vositasini ikkita klik bilan qo'shimcha dori vositalarini qo'yib, boshqa majburiy bo'lmagan, lekin retseptli dori vositalarini elektron retseptda rasmiylashtirib borish mumkin. Bu qo'llab-quvvatlanadi. Bu albatta shifokorlar uchun ham bu juda ham qulay, chunki shu tajriba sinov muddatida bu narsalar shifokorlarga o'rgatilgan, singdirilgan va shu o'rinda ta'kidlab o'tish joizki, aholimiz tomonidan 1800 dan ortiq retseptsiz dori vositalarini dorixonalarda sotib olish mumkin. Ushbu dori vositalar qatoriga albatta shamollashga qarshi, allergiyaga qarshi nazal spreylar, og'riq qoldiruvchi, viruslarga qarshi, mana hozir mavsumiy kasalliklarimiz boshlanyapti. Barcha turdagi oshqozon ichak kasalliklari uchun qo'llaniladigan dori vositalarini, retseptsiz turlarini sotib olishlari mumkin.